Begim, bugun kechga nima yeysiz? Seni pishirgan ovqatingni yeyman-da, конечно. Bo'ri, ochoqlar. Bo'ydoq do'stlarim ham yuribdi-da, kontr o'ynasa maza qildim-da. Uylanishda ekan u hamma maza. Qani otaxon bitta duo qilib qo'ying, o'rtog'imiz qamalganda tezroq chiqib ketsin. Nimaga qamalgan u? Shu uylanib qamalganda. Uydan ko'chaga chiqa olmayapti-da. Unda foydasi yo'q. O'ziga ruxsat bermasa, bandasi chiqara olmaydi. Xodimlarga ayting, ish vaqti tugatib, darrov uyga surib yubormasdan 9:10 gacha bo'lsa ham topshiriqlarni tugatib, keyin qaytishsin. Nima qilib bo'ladi? Faqat Dostonovga ruxsat. Nimaga? Dostonov ham yangi uylanganda, qarg'ani ko'zini cho'qimaydi-yu. Ha, bo'pti, mana vaqtim tugadi, yaxshi ishlanglar. Shu ham bo'ydoqlarni azoblashadi. Qani haqiqat? Ertaga bolalar bilan dachaga chiqyapmiz, borasanmi? Yo'q, bora olmayman, o'rtoq. Oldinlar o'zing boraylik deb qo'ymasding-ku, nima bo'ldi? Yur endi. Oldinlar esim yo'q ekanda, esim bo'lganda shu dachaga ketgan pullarni yig'ib ertaroq uylanardim, o'rtoq. Bo'pti,